Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Men o'zimcha oshxona bilan o'riminka qilyotgandim. Hozir birchak terishni oldin ham olib ko'rsatdim. Unga ko'proq ish ketgan, endi kamroq ish ketadiganini yana nima qildim. Ishlayversangiz o'zi kallangizga g'oyalar tug'ilib kelaverar ekan. Ammo bir ikkita negativchilar kallangizga qoyil demasin. Mana shu g'ishtdan pishiq g'isht razmirdagi bir xom g'isht. Shundan birchak chiqarishni bir nima qilib tashlayapman-da video qilib. Shu videomizni o'zi mening kanalimning yo'nalishi boshqa yo'nalish, shorts videolar qo'yaman ko'proq har xil yo'nalishdagi. Lekin YouTube'dan izlab ko'rdim. O'zbek ustalarimizdan bir chiroyli qilib birchak terib video qilgani yo'q ekan. Shuni endi kimlargadir foydasi tegib qolishi mumkin. Shunga mana bitta birchak ko'tarish bo'yicha bitta video qilyapman. Har xil qiziqarli videolar, nima videolar, shorts, qisqa videolar qo'yib boraman. Shu kanalimga obuna bo'lib, shu videolarimni ham ko'rsanizlar bo'ladi. Mana birinchi katta yarimta qilib taxlab olganman. Shuni qo'yasiz. Keyin bu yerga bitta yarimta qo'yilar ekan. Birchakka chiroyli yaxshi qushlardan qo'yish kerak. Qushlarni qo'yib taxlab chiqamiz. Mana shu ko'rinishda. Endi ishlayversangiz o'zi g'oyalar tug'ilib ketaverar ekan. Endi YouTube'dan ko'rib bir yaxshi video bo'lsa birchak terishni o'rganib qarab qilib teraman dedim. YouTube'da yaxshiroq video topolmadim. Ya men topolmadim. Shig'ishdan birchak terish deb qidirib ko'rdim. Chiqmadi. Mana bunday qolgan joyga bir yomonroq ishlarni qo'yib yuborsangiz ham bo'lar ekanda. Mana shu birchak ko'tarish bo'yicha kichkina life hack. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8 ta, 8,5 ta g'isht bilan birchak ko'tarilar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'yasizlar. Rahmat e'tiboringiz uchun.